بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün sizler bilen Baroat kechasi haqida gaplashmoqchiman. Baroatning fazilati, ya'ni Baroat kechasi bu Sha'bon oyining 14dan 15 o'tar kechasi hisoblanadi. Nisfu Sha'bon deydi, Sha'bon oyining o'rtasi. Bu kecha haqida juda ham fazilatlar haqida gaplar ko'p. Juda ko'p eshitgansizlar, hozir ham aytilyapti. Bu kechani Baroat kechasi deyishligi, ya'ni qutulish, ozod bo'lish degan ma'nolarida. Alloh taolo bu kuni juda ko'pchilikni do'zaxning azobidan qutqartiradigan, ozod qiladigan kun. Shuning uchun Baroat deydi. Bu kun juda ham fayzli kun. Bu imkoniyat azizlar. Duo qabul bo'ladigan imkoniyat. Shuning uchun bir nechta hadislar bor. Bu to'g'risida men Oysha onamizni o'zlarini aytib bergan gaplari bilan boshlamoqchiman va mana shu hadisni bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi qilib olmoqchiman. Oysha onamiz aytib bergan ekanlar. Dahala alayya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما فأخذتني غيرة شديدة. Oysha onamiz aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni uyimga kirib keldilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom Oysha onamiz oldilariga kirdilar. Kiyimlarini yechdilar deydi-da, keyin birdan yana tez kiyimlarini kiyib uydan chiqib ketdilar. Manda deyapti, bir rashk uyg'ondi, qattiq bir rashk uyg'ondiki, meni uyimga kirib nega chiqib ketdilar dedi-da, boshqa kundoshlarim uyiga bordilarmikin deb orqalaridan chiqdilar. Bilmadilar, orqalaridan poylab bordim deyaptilar. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan qayerda topganini aytibdi azizlar. Yarim tun. O'shini e'tiborga olishingizni xohlayman. Yarim tun orqasidan borsam dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Baqiy qabristonida topdim. U zot o'sha joyda duo qilib turgan ekanlar. Alloh taolodan barcha mu'min va mu'minalarni, shuhadolarni mag'firat qilishligini so'rab duo qilayotgan ekanlar. U holatni ko'rib xijolat bo'lib ketibdilar Oysha onamiz. Aytadilarki, men shuni ko'rdimda orqalaridan turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab, ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Siz Robbingizni ishi bilan mashg'ul ekansiz, men dunyo ishi bilan sizni orqangizdan kelib mana dedimda orqamga qaytib ketdim. Uyga borganimda xansirab qopman deydilar. Birdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilarda menga qarab, "Ya Oysha, bu qanday nafas olish?" dedilar. Hayron bo'lib, ya'ni xansirab turgan. Shunda men bo'lgan voqeani aytib berdim. Orqalaridan borganimni va duo qilayotganini ko'rib qaytib kelganimni aytib bergan edim. U zot menga qarab, "Ey Oysha, Alloh va uni rasuli senga adolatsizlik qiladi deb qo'rqasanmi?" dedilar. Bal atani Jibroil alayhissalom. Balki menga Jibroil alayhissalom keldilar. Faqala, aytdiki Jibroil menga kelib, "Hadihi laylatun nisf min Sha'bon." Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bugun Sha'bonning yarmi, ya'ni 14dan 15ga o'tar kechasini aytibdi. Yarmi nisfu Sha'bon. Bugun Alloh azza va jalla Kalb qabilasining qo'ylarini, junlarini, adadicha odamlarni do'zaxdan ozod qiladigan kun dedilar Jibroil alayhissalom. Kalb qabilasi bo'lgan ekanlar o'sha mahalda. U qabila eng qo'yi ko'p qabila bo'lgan. O'sha hamma qo'ylarning ustidagi tuklarini, junlarini bir sanabsa nechta bo'lsa, shuncha odamni har yili Baroat kechasida do'zaxdan ozod qilar ekan Alloh taolo. Buni Jibroil alayhissalom kelib menga aytdilar deb aytibdilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. O'sha kuni Alloh azza va jalla endi muhim joyini aytmoqchiman azizlar. La yanzurullohu fiha illa mushrikin va la ila mushahin va la ila qati'ir rahim. Bu kuni Alloh azza va jallaning hammaga rahmati tushib, gunohlari kechirilib, do'zaxdan ozod qilinar ekan-u, lekin bir nechta toifa kishi bor deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolom. La yanzurullohu fiha ila mushrik. O'sha kuni mushrikka rahmat nazari bilan qaramaydi. Mushrik kim? Allohga boshqasini sherik qilgan.
xoh u narsa bilan sherik qilsin, xoh u bir inson bilan nimaiki bo'lsa, ilohiyatda Allohga bir sherik qilib mushrik bo'lgan odamga Alloh taolo qaramas ekan. Ikkinchisi wala ila mushahin, husumatchi odamga ham Alloh taolo shu kunni qaramaydi ekan. Qarang, necha minglab odamning duosini qabul qilyapti, lekin mushrikni husumatchi, ya'ni bir-biriga mo'min musulmon bo'lib dushmanlik qilib yuruvchi odamlar, ginalashib dushmanlik qilib yurgan odamni duosi qabul bo'lmaydi. O'sha kuni unga Alloh taolo qaramaydi. Va wala ila qati'ir rahim, qati'ir rahimga ham qaramaydi deyaptilar. Ya'ni qarindosh urug'idan yuz o'girib olgan, qarindoshchilikni uzib qo'ygan odamda ham o'sha kuni duosi qabul bo'lmaydi. Wala ila musbilin, va kibr nuqtai nazaridan kiyimini yerga osiltirib yuruvchi. Ya'ni bu arablarda o'ziga o'sha davrda shunaqa xos bo'lgan ekanki, kim o'sha kibrli bo'lsa, ko'ylagini yerga sudratib yurar ekan, bu kibr alomati. Ya'ni kibran qilar ekan. Shuning uchun bu yerdan bilinib turibdiki, ya'ni mutakabbir odamda unga ham Alloh taolo qaramaydi. Wala ila aqini walidayhi, va ota-onasiga oq bo'lgan, ota-onasini norozi qilgan, ota-onasiga oq bo'lgan odamga ham shu kuni Alloh taolo qaramaydi. Wala ila mudmini khamrin, va mukkasidan aroq ichishga berilgan aroq ichuvchi odamga ham shu kuni Alloh taolo qaramaydi. Mana shu gapni payg'ambarimiz aytdilar deydilar. Summa wada'an hutaybahi, keyin kiyimlarini yechdilarda mendan so'radilarki, "Ey Oysha, men namoz o'qisam maylimi?" deb so'radilar. Men ota-onam sizga fido bo'lsin, mayli ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedim. U zot namoz o'qidilar. Faqama fasajada laylan tawilan hatta zanantu annahu qubida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib peshonalarini sajdaga qo'yib shunaqa uzoq turdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruhlari qabz qilinib qolmadimikin deb gumon qilindim dedilar. Shunaqa darajada uzoq qilganligi uchun Rasulullohning ruhlari qabz qilindimikin, jonlari olindimikin deb qo'rqib ketdim. Va borib oyoqlarini ushlagan edim, u zotning oyoqlari qimirildi. Men o'zimga keldim dedilar. Xursand bo'ldim, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak shu holatda turibdilar. Fasami'tu yaqulu fi sujud. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajdada turib mana bu duoni qilganini eshitdim dedilar. Duolarni o'qib beringizlarga. A'udhu bi'afika min iqabika va a'udhu biridaka min sakhatika va a'udhu bika minka jalla wajhuka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik deb sajdada duo qilayotganini ko'rdim. Falamma asbaha zakartuhunna lahu faqala ya Aisha ta'allamtihunna faqultu na'am. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu duoni qilib bo'lganlardan keyin meni ertalab bu xabarni eslatgan edim. U zot, "Ey Oysha, o'sha duoni yodlab oldingmi?" dedilar. Men ha degan edim. Uni o'zing ham yodlab ol, boshqalarga ham o'rgat. Menga uni Jabroil alayhisalom o'rgatdilar, shuni sajdada shu duoni qilishlikda degan ekanlar. Inshaalloh bu duoni yozma tartibda ham biz iltimos qilamiz, yozib beradilar sizlarga, o'qib boriladi inshaalloh. Demak, bu kun azizlar ayni biz uchun bugun muhim bo'lgan kecha ekan va men aytmoqchi bo'lgan narsam buni tayyorgarligi dedim boshida. Tayyorgarlik nima bilan bo'ladi? Mana hozir aytdimki, bir nechta toifaga Alloh taolo qaramas ekan, ya'ni duosini qabul qilmas ekan. Bular birinchisi mana bu mushrik, ikkinchisi bu husumatchi. Bir-birimizga agar husumat qilib yurgan bo'lsak, ertaga baroat kechasi duoyimiz qabul bo'lib qolmasligi uchun bugun uzr ma'zur qilib olishimiz kerak. Ginalashib yurganlar, arzimagan narsalarga ginalashganlarimiz qancha? Ehtimol bizdan ham shunaqa bo'lgandir. Bugun bizni ko'rib turgandan foydalanib, men kimni ranjitgan bo'lsam, kimni qalbiga ozor bo'lgan bo'lsam, men uzr so'rayman. Nimaiki qilgan bo'lsak, bilmasdan bandalik bilan qilgandirmiz. Alloh bizni kechirsin va biz qalbiga ozor berganlar bizni kechirsin. Shuningdek, siz azizlar ham bir-birlaringizdan uzr ma'zur qiling. Ikkinchisi, mana bu kibrlanib yurganlar, mutakabbirlikdan ham tushib
bugun bir tavoziylarga o'tishimiz kerak. Ota-onasiga oq bo'lganlarni ham bugungi kunda duosi qabul bo'lmaydi debdilar. Men barcha bugun uylarda o'tirgan ota-onalardan iltimos qilardimki, farzandlaringiz erkalik qilib bir oz sizlarni ranjitgan bo'lsa, rozi bo'linglar, ularni gunohlardan o'tinglar. Shu o'rinda farzandlar ham bugun ertaga baroat kirgunga qadar imkoniyatingiz bor ekan, ota-onangizdan uzr so'rab oling. Farzandlik qilib, beodoblik qilib qo'ygan bo'lsam, ertaga baroat kechasida men duosi qabul bo'lmaydigan, Allohning rahmat nazariga musharraf bo'lmaydigan bo'lib qolmay deb uzr ma'zur qilaylik. Ichuvchi odam bo'lsa ham to'xtatib, endi tavba qilib shu kunga tayyorlansin. Alloh taolo baroat kechasiga hammamiz musharraf qilsin. Ko'pchilik so'raydi, kechqurun nima qilay deb. Men aytardimki, bu yerdan maqsad istig'for ko'proq aytish. Nima qilib bo'lsa ham Qur'on o'qiysizmi, nafil namoz o'qiysizmi, nima qilsangiz qilingki, shu kunni tunni duo bilan o'tkazing. Va kunduzini nafil roza tuting. Sog'ligingiz ko'tarmasa, roza tuta olmasangiz mayli. Lekin imkoniyati borlar albatta nafil roza deb tutish kerak. Niyati ham nafil roza tutishni niyat qildim dedi. To o'sha bomdoddan shom vaqtigacha xuddi Ramazonda tutgandek bir kun roza tutib qo'yiladi. Men yana maslahat berardimki, ko'proq hech narsa bilmasangiz, hech bo'lmasa Qulhu Allohu ahadni o'qinglar. Chunki men buni ko'p aytayotganim, ko'pchiliklar so'rayapti, Qur'on bilmaydi, harakat qilsin, lekin bilmasa 3 marta Qulhu Allohu ahadni o'qisa, mana shu Qur'onni xatm qilgani savobini oladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom Qulhu Allohu ahadni Qur'onni 3dan 1 qismi bilan barobar savobga ega bo'ladi degan. Ya'ni xatm qilgandek bo'ladi 3 marta o'qisa. Yoki bo'lmasa istig'for ayting, yoki kalima ayting. Qo'yingki, nima qo'limizdan kelsa qilaylik. Muhimi tunda duo bilan o'tkazaylik.